Haydovchi tomonidan sodir etilgan qoidabuzarlik Qo'qon shahar yo'l harakati xavfsizligi bo'limi tomonidan yo'l bezorligi deb topildi va qoidabuzarlik yuzasidan to'plangan hujjatlar qonuniy baho berishligi uchun jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudiga yuborildi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 128-10 moddasi 1-qismi bilan yuritilgan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishni ko'rib chiqishni boshlaydi. Sudya Qobul Abdullayev tomonidan haydovchining so'zlari tinglandi. Men to'yda kortejda qatnashib, har xil driftlar qilib yurdim. Videoga tarqatib yuborishibdi. Birinchi marta bo'lishi boshqa qaytarilmaydi. Haydovchi qilar ishni qilib bo'lgach, qilmishidan pushaymonligini bildirmoqda. Biroq endi kech, chunki qonun ustuvor, jazo esa muqarrardir. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 128-10 moddasi 1-qismi, ya'ni yo'l bezorligi bilan haydovchiga nisbatan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish ko'rib chiqilib, haydovchiga yo'l bezorligi sodir qilganligi uchun transport vositasini boshqarish huquqidan 1 yil muddatga mahrum qilgan holda bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari miqdorida 10,300,000 so'm jarima jazosi tayinlandi. Endilikda haydovchi yana haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmay turib avtomashina boshqaradigan bo'lsa, jazo chorasi kuchaytiriladi. Hurmatli haydovchilar, siz bilan ham shunday holat kuzatilmasligini istasangiz, yuqoridagi kabi qoidabuzarliklarni aslo sodir eta ko'rmang. Aks holda sizga nisbatan ham mana shunday qonuniy chora qo'llanilishi mumkin.